Assalomu alaykum, qadrli muxlislarim, aziz obunachilar. Men bugun yana sizlarni hukmingizga, Xudo xolisa yana bitta video murojaatimni havola qilmoqchiman. Buni murojaat deyishimni sababi shundaki, men bu yerda o'zimni ikki xil pozitsiyaga o'zimning munosabatimni bildirganim uchun bunga sizlarning munosabatinglar qanaqa degan savol bilan yuzlanmoqchiman. Ya'ni mavzu shuki, qahvali suhbat deydigan bir kanalni admini yoki shu kanalni boshlovchisi Ixtiyor Esonov, hammalarga ma'lum, bu kanalni ham juda ham o'ziga yarasha obunachilari ko'p, podpischiklari. Bundan tashqari juda ham hozir ommalashib boryapti buni chiqishlari. Bu o'zini hozirgi siyosat, hozirgi bo'layotgan demak munosabatlar, siyosiy, xalqaro munosabatlar, tarixiy voqealar, o'sha Amir Temur zamonasiga davriga baho. Xullas, har sohada demak o'zini chiqishlari bilan o'ziga hamsuhbatlarni chaqirib dolzarb chiqishlar bilan mashhur bo'lib borayotgan Ixtiyor Esonovni 31-mart kundagi qahvali suhbatini men tomosha qildim. Bu qahvali suhbatda demak u hech qanday mehmon chaqirmagan, dialog uchun, suhbat uchun o'zi bir mavzuni ko'tarib chiqqan. Ya'ni o'sha darvinizm g'oyasini yoki evolyutsion nazariyani asoschisi bo'lgan angliyalik demak Charles Darwinni hayoti haqida, uni ilmiy ijodiy faoliyati haqida bir chiqish qildi. Demak bu yerda asosan o'sha Charles Darwinni to tug'ilganidan boshlab toki umrini oxirigacha 73 yoshida vafot etgungacha bo'lgan butun davrini, uni butun avtobiografiyasini, ilmiy faoliyatini, hayotiy faoliyatini demak o'z ichiga olgan bir tarixiy materialni olib chiqibdi. Bunda Ixtiyor Esonov masalan Charles Darwinni shaxsiga, uni hayotiga, uni hayotiy insoniy pozitsiyasiga, uni ilmiy qarashlariga, shu bilan barobar diniy qarashlariga baho berar ekan. Ixtiyor Esonov Charles Darwin to'g'risida 99 desak noto'g'ri bo'ladi. 100% demak ijobiy bahoni demak bergan. U o'zini pozitsiyasida men xolis fikrimni o'qiyapman, ya'ni tarixiy manbalardan olib o'qiyapman, hech qayerga og'ishmayapman. Charles Darwinni maqtash yoki uni qoralash pozitsiyasida emasman, neytral pozitsiyadaman degani bilan asosan bu yerda Charles Darwinni faoliyatiga demak faqatgina ijobiy portretlarni, chizgilarni o'qidi u. Albatta u o'zi buni o'zini shaxsiy fikri deb olmadi. Albatta u o'sha ilmiy asarlarda, tarixiy mavzularda qolgan manbalardan olib o'qidi. Endi Charles Darwin kim bo'lgan, qanaqa olim bo'lgan,
bu hozirgi yoshlarimizga masalan judayam ko'p ma'lum bo'lmasligi kerak, mashhur bo'lmasligi kerak. Lekin bizani avlod, ya'ni keksa avlod vakillari o'sha Sovet davrida o'rta yoki oliy nima deydi, ma'lumotga ega bo'lgan har qanday shaxslar Charles Darwinni albatta maktab programmasida o'qiganmiz. Va bu bilan juda ham yaxshi tanishmiz. Charles Darwinni demak ta'limoti, ya'ni evolyutsion nazariya ta'limoti bu nafaqat islom dinini, balki dunyodagi barcha dinlarni yoki ilohiyotni rad etadigan nazariya. Lekin shunga qaramasdan nima deydi, ixtiyor Esonov bergan ma'lumotlar yoki olib o'qigan, u tayangan ma'lumotlarda Charles Darwinni shaxsiga, ya'ni uni inson sifatida o'zini pozitsiyasiga u hech qachon dinga yoki ilohiyatga qarshi bo'lmagan degan bahoni berdi. Bu bahoni demak u manbalardan olib berdi albatta. Bunga men o'zimni pozitsiyamni bildirishga demak nima deydi, qodir emasman. Chunki o'sha ixtiyor Esonov o'qigan darajada Charles Darwinni hayoti bilan yaqindan biza tanishmasmiz. Chunki biza qisqa programmalarda o'qiganmiz, lekin uni nazariyasi ilohiyatga zid nazariyaligini tushunsa bo'ladi. Hatto bu to'g'risida mana men o'qituvchi sifatida mana shu 2001-yildan 2018-yilgacha 18 yil o'rta maxsus bilim yurtlarida, kollej, litseylarda, maktablarda dars bergan paytimda ham aynan shu, hozir shu kunda bilmadim-u, Charles Darwinni ta'limoti, ya'ni evolyutsion nazariya ta'limoti to'liq o'qitilgan. Mustaqil bo'lganimizdan keyin ham men yillarini aytyapman. Shuning uchun mana bu savollarga, muammolarga duchor bo'lganman. Garchi yoshlarni chaqiriqqa tayyorlash, ya'ni SSR davridagi boshlang'ich harbiy ta'lim fanidan dars berishimga qaramasdan, o'quvchilar bilan shu muloqot jarayonida ximiya bilan, biologiya bilan bog'liq bo'lgan bizani ham mavzularimiz bor. Shunda o'quvchilar o'sha biologiya fanida olgan ma'lumoti bo'yicha menga qaysi pozitsiyani tanlasak yaxshi bo'ladi degan savolni, ustoz siz nima deysiz, domla siz nima deysiz, qaysi bittasi to'g'ri, o'qituvchimiz bunaqa deyaptilar, uyda ota-onamiz bunaqa deyishadi degan fikrlarni, savollarga men ham duchor bo'lganman. Ana o'shanda men o'zimni pozitsiyamni, ularga bildirgan pozitsiyamni sizlardan ham yashirmayman. Men aytganman, hech qachon dinni, iymonni, islomni, yaratguvchini inkor etib, rad etib, mana bu nazariyaga suyanish kerak emas. Yoki bo'lmasam iymonni saqlagan holda dinni, ilohiyatni, Allohni yaratguvchiligini ga iymon keltirgan holda nazariyani rad etish uchun kimni nazariyasi bo'lishidan qat'iy nazar, albatta ilmni ham, ya'ni zamonaviy davlat standartlari bo'yicha o'qitilayotgan ilmni ham o'rganib tagiga yetish bu zarur deganman. Endi qaysi pozitsiyani tanlash, u sizni
ichki e'tiqodingizdan kelib chiqadi. Ana shunda shu narsaga erishasizki, ilmiy, zamonaviy, tabiiy, mana biologiya tabiiy fan, tabiatni, tabiiy fanlarni chuqur o'rganish ham Allohni tanishda yaxshi bir vosita bo'ladi. Endi mana bu zamonaviy, mana bu Charles Darwin ta'limotini rad qilish uchun ham o'sha narsani masalan oldin o'rganish kerak, nimani rad etayotganingizni bilishingiz kerak degan javobni berganman. Qissadan qissa shuki, Charles Darwinga boshqa to'xtalmayman. Bu yerda men endi ikki xil standartni kuzatib qoldim. Aynan shu narsani Abror Muxtor Aliga savol berishganda, ya'ni o'sha yerda diniy, ilmiy dars bo'layotgan paytda bir o'quvchi savol beradiki, bizani o'qituvchimiz mana shunaqa deb o'rgatgan, Charles Darwin ta'limoti mana shunaqa deb o'qitgan degan savol, bunga nima deysiz deb Abror Muxtor Aliga savol berganda, Abror Muxtor Alining javobi shundoq bo'ldiki, demak, endi men hamma joylarni olib kela olmayman, men o'zimni hayratlangan joyimmi. U albatta Charles Darwindan oldin Lamarck degan ham bo'lgan shu nazariyani asoschisi. Shularni misol keltirib, ilmiy tarafdan bu nazariya, qur'on nazariya, faraz bu, isbotlanmagan degan to'g'ri fikrni aytib turib, bitta joyi meni hayratlantirdiki, Charles Darwin bir alkash bo'lgan degan savol. Endi menda shundan keyin yana bir savol tug'ildi. Alkash bo'lgan, bir alkash degan so'z qanaqa endi? Ichmasa tura olmaydigan, doim kayfda, mast holatda bo'ladigan odam. To'g'rimi? Nahotki bir alkash shu darajada dunyoni ostin-ustin qilib nazariyani yaratishga, shuncha kitob yozishga, shuncha tajriba va tadqiqotlar o'tkazishga va umrini asosiy qismini, ya'ni o'sha 30 yoshida u o'ylandi, 22 yoshidan boshlab, o'sha 22 yoshidan Beagle kemasiga chiqqandan boshlab to umrini oxirigacha nima desam bo'ladi, butun dunyoga tanilgan bir g'oya egasiga aylanishi mumkin emas-ku endi alkash odam, to'g'rimi? Alkash odam u ichib kayf qiladi, bo'ldi. Shuning uchun bitta buni qanaqa masalan tushunsa bo'ladi? Ixtiyor Esonov ham aytibdi, bu yerda men hech qaysi pozitsiyani egallamayapman. Buni ham, lekin ilmiy nazariyalarni ham o'qish kerak degan fikr ilgari suryapti. Ana endi shunda menimcha shu diniy voizlar ham ana shuni Charles Darwin ta'limotini inkor etishda ilmiy asoslarni ham yoki bo'lmasam nima desam bo'lar ekan, shu aksiyomalarni ham rad etish kerak-da. U bir alkash bo'lgan, u o'zi uni fikri bir tiyin, faqatgina uni Xudoga ishongan deb men bu eksploatatorlar yoki bo'lmasa bosqinchilar yoki bo'lmasam o'sha nima desam bo'lar ekan, Leninizm, o'sha ateizm g'oyasini ilgari suruvchilar bizani qul qilish uchun shu narsani ilgari surgan degan fikr qanaqadir menga g'alati tuyuldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Men ham hech kimni pozitsiyasini qoralamagan holda ikkalovigisini pozitsiyasi ikki xil chiqqaniga o'zim hayron qolib turibman. Endi sizlardan gap.